2026 Rimac Nevera bu elektr superkarlar olamida yangi davrni boshlab beradigan, mutlaqo yangi avlod texnologiyalari bilan jihozlangan giperavtomobil hisoblanadi. Ushbu model nafaqat tezligi, balki aqlli boshqaruv tizimlari, xavfsizlik imkoniyatlari va futuristik dizayni bilan ham avtomobil ixlosmandlarini hayratga soladi. 2026 yilgi Rimac Nevera tashqi ko'rinishida aerodinamikani maksimal darajada yaxshilash uchun qayta ishlangan chiziqlar, o'tkir havo kanallari va past sportga mos profilni saqlab qolgan. Karbonsimon materiallardan keng foydalanilganligi avtomobilning vaznini yengil, lekin mustahkam qiladi. Dominant old LED chiroqlar, elektron boshqaruvli spoiler va shamol qarshiligini kamaytiruvchi kuzov shakli uning tezlikda barqarorligini oshiradi. Korpus konstruksiyasi Rimac'ning ilg'or karbon monokok platformasi asosida yaratilgan bo'lib, bu mashinaga nafaqat mustahkamlik, balki eng yuqori xavfsizlik darajasini ham ta'minlaydi. 2026 Nevera Tort elektr motorli konfiguratsiyada bo'lib, har bir g'ildirakka alohida motor o'rnatilgan. Ushbu tizim avtomobilga 1900 ot kuchidan yuqori quvvat, shuningdek, soniyalar ichida reaksiya beruvchi tortish kuchi boshqaruvini ta'minlaydi. Tezlanish bo'yicha u oqdan 100 km/soatga atigi taxminan 1,8 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi esa 410 km/soatdan yuqori. Aynan ushbu parametrlari uni jahondagi eng tez elektromobillardan biriga aylantiradi. Batareyalar 120 kWh sigimga ega bo'lib, real haydashda 450-500 km atrofida masofa bosib o'tishi mumkin. Ultratez zaryadlash texnologiyasi orqali 20-80 gacha bo'lgan quvvatni bir necha daqiqalarda to'ldirish mumkin. Salonda esa premium sport atmosferasi hukm suradi. Karbon, alkantara va teri materiallari uyg'unlashtirilgan. Markaziy sensor displey, raqamli panel va yuqori aniqlikdagi boshqaruv tizimi har qanday haydovchi uchun qulay interfeys yaratadi. Sun'iy intellekt asosidagi haydash yordamchilari, adaptiv boshqaruv, to'qnashuvdan ogohlantirish, avtopilot funksiyalari ham takomillashtirilgan. Rimac'ning yangi Driver Touch tizimi esa trekda haydovchining harakatini tahlil qilib, real vaqt rejimida tavsiyalar beradi. 2026 Nevera nafaqat tezlik, balki xavfsizlik va texnologiyani birlashtira olgan superkar sifatida e'tirof etiladi. Elektr superkarlarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, u bozorda o'zining yuqori segmentga mansubligini, mukammal ishlashi va innovatsion yondashuvi bilan birinchi o'rinda turadi. Bu avtomobil kuch, texnologiya va dizaynning eng yuqori uyg'unligini izlayotganlar uchun haqiqiy orzu bo'lishi shubhasiz.